Mahallamizga asfalt emas, birato'li bruschatka qo'rilgan ekan. O'zi ham boshidan oxirigacha qilingan. Qoyil masalan, shunaqa chiroyli, fayzli mahallada joylashgan 2,5 sotiqli hovlimiz sotilyapti. 9 ta xonadan iborat. Toshkent tumani Yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasida joylashgan. Orientirimiz zapravkadan kirilganda bo'pti. Atrofda maktab, bog'cha, частный maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Mahallamizni ko'rib turganingizdek, juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uyimizning tashqarisiga shunaqa chiroyli qilib ziloniy zona qilingan, archalar ekilgan. Uyimizning tashqarisiga bemalol bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda hovlimizni ham ko'rib chiqamiz. Hovlimizga kirishimiz bilan darvozaxonamizda joylashgan 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Darvozaxonamizni ko'rib turganingizdek yopiq holatda. Hovlimizda binolarimiz 2 qismga ajratilgan. Hovlimizning etek tomonida 1 qavatli 2 ta urvilli binoyimiz va bu yoqda asosiy 2 qavatli 3 ta urvilli binoyimiz joylashgan. Binolarimiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga travertin va atachento ishlatilgan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa shunaqa chiroyli qilib ziloniy zona qilingan, rayhonlar ekilgan, shunaqa fayzli xonadon. Uyimizda katta oila uchun mo'ljallangan, 2 ta oila ham bemalol yashasa bo'ladi. Yashash uchun tayyor holatda. Binolarimizning tegi to'liq podvaldan iborat. 1 qavatli binoyimizning podvaliga bu yoqdan tushiladi. Podvalimizda uyimizning yuragi bo'lgan kotelli sistemamiz o'rnatilgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma kommunikatsiyalari bor. Hovlimizning bu yoq burchagidan ham ko'rinishi. Bu yoqda hovlimiz uchun sanuy joyimiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuy joylarimizga bo'lsa ko'rib turganingizdek shunaqa chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda mana shu etek tomondagi 1 qavatli binoyimizning xonalarini ko'rib chiqib, keyin asosiy binoyimizning ham xonalarini ko'rib chiqamiz. 1 qavatli binoyimizga kirishimiz bilan bu yoqda holimiz joylashgan. Oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan shunaqa divanli zona qilib qo'yilgan. Yoki o'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonamizga stul qo'yib, zal qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa o'zini sanuy joyi ham bor. Bu yoqda iliq polli regulyatorlarini ko'rishinglar mumkin. Uyimizni ko'rib turganingizdek chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yshi aboylar yopishtirilgan. Bu yoqda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Uyimizning stroyniy mebellari qoladi. Qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi, lekin joy egalari 80%, 85% mebel texnikani qoldiramiz deyishyapti. Hozir endi sizlar bilan birgalikda asosiy binoyimizga kirib, xonalarini ko'rib chiqamiz. Asosiy binoyimizga kirishimiz bilan koridor, bu yoqdan 2-qavatga chiqsa bo'ladi, bu yoqdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. 2-qavatimizni va podvalimizni videomiz davomida sizlarga ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bu yoqda oshxonamiz joylashgan. Bu yoqda uy egalari bo'lganligi uchun bu yoqga kira olmaymiz. Bemalol o'zingizlar kelib ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa zalimiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Hozir aytib o'tganimdek, uyimizning stroyniy mebellari qoladi. Qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda 2-qavatimizni ham ko'rib chiqamiz. 2-qavatga chiqib keturishimizning devoriga shunaqa oyna o'rnatilgan, bilasizlar-ku, katta xonani effektini beradi. 2-qavatga chiqishimiz bilan koridor, hamma xonalarimiz 2-qavatimizda ham razdelli, faqat koridor orqali kiriladi. 2-qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa 2-qavatimiz uchun zalimiz joylashgan, lekin bu xonamizni o'zingizlarning xohishingizga qarab yotoqxona qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xonalarimizning patolog qismiga bo'lsa ko'rib turganingizdek atachento ishlatilgan. Hamma xonalarimizda shunaqa chiroyli lyustralarni ham ko'rishinglar mumkin. Uyimizning hamma xonalariga shunaqa och rangdagi eshiklar va sifatli romlar tayyor o'rnatilgan. Bu yoqda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Hamma xonalarimiz keng, katta, yorug' va baland qilib planirovka qilingan. Har bir xonamizda shunaqa konditsionerlarni ham ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda iliq polli regulyatorlari o'rnatilgan.
Bu yoqda bo'lsa ikkinchi qavatimiz uchun общий sanujo'limizda joylashgan. Bu sanujo'limizda konfillarni kombinatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ham bitta spalnyamizda joylashgan. Kirmagan xonalarimizni hozir aytib o'tganimdek bemalol kelib ko'rib o'zingizlar guvohi bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning oynalari hovliga qaragan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda podvalimizni ham ko'rib chiqamiz. Uyimizning podvalida ikkita xonamiz bor. Bitta xonamizning joy egalari shunaqa namozxona qilib qo'yishgan ekan. Hammamizga nasib qilsa, uyimizning bitta xonasini shunaqa namozxona qilib qo'yishlik. Podvalimizni ham ko'rib turganingizdek, как жилой qilib ta'mirlangan. Podvalimizdagi xonalarimizga fortishka emas, shunaqa полноценный oyna o'rnatilgan. Podvalga tushganimizdan keyin o'ng tomonimizda ham bitta xonamiz joylashgan. Bu xonamizni bo'lsa, o'zingizlarning xohishingizga qarab dam olish xonasi, kinoteatr, ofis yoki shunga o'xshagan xona qilib foydalansanglar bo'ladi. Joy egalari bu xonamizni garderobni va shunaqa bitta xona qilib foydalanishayotgan ekan. Juda ham fayzli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa chiroyli, fayzli hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.